O'g'lim bilan ustozimi? Keling ustoz. Tinchlikmi? O'g'lim birorta ishkal chiqardimi? Yo'q, xavotir olmang. Aksincha, siz shunday o'g'ilni tarbiyalaganingiz uchun sizga rahmat aytgani keldim. Bugun sinfda mening qahramonim mavzusida insho o'tkazgandik. Aka, faqat sizni o'g'lingiz sinfda mening qahramonim bu mening otam deb shunday ta'sirli so'zlarni yozganki, buni o'qib men sinfda o'tira olmadim. O'sha qahramonni o'z ko'zim bilan ko'raman deb o'g'lingizni yetaklab keldim. Meni o'g'lim mendan faxrlanar ekanmi? Men birovlarni qo'lida qora ishchi bo'lsam ham, maktabda mendan farzandim faxrlanib insholarni yozibdi. Men o'g'limdan juda xursandman. Axir men o'g'lim uchun ishlayman-da, farzandlarim uchun ishlayman-da. Ustoz kechqurun o'tang, bir mehmon qilaman, juda suyuntirdingiz meni. O'g'lim mendan faxrlanar ekan. Shunaqa qora ishlarni qilsam ham mendan faxrlanar ekan. Ana ko'rdingmi? Seni borliging ularga ahamiyati yo'q, qayerda yo'q futbol yulduzlarini meni qahramonim deb yozib chiqqansan. Hozir otangga shu narsalarni aksini yozganda desam, qanday ahvolga tushgan bo'lardi? Sen uchun bu qilayotgan ishlaridan og'rinmasdi, lekin sendan dili og'rirdi.